Bismillahirrahmanirrahim. MDF Eshivron Farg'ona gruppasi uchun maxsus 08 Suxoy MDF'imizni klientimiz xohishiga qarab oq martiviga sepib tayyorlab berdik. Ishon guzariga qilib berdik, xudo xolasa. Oynalari oq kalyonli, xrustalli oynalar. Jirkalari ham mokriy qilingan, mokriy jirka. Mokriy zamok, petlalarni ham mokriy qildik. Hozir ichkari tomondan ko'rsatamiz. Bu 4 qanotlisi, 6 ta o'rnatdik, 4 ta 1 qanotli, bitta 4 qanotli, bitta 2 qanotli. Hammasini ko'rsatamiz, xudo xolasa. Hammasini ichini daborlar bilan o'raganmiz. Abnalichkalarni ham boshqacha qilib ishladik. Koronalar bilan. Bu 1 qanotli varianti bu. Hozir eshigimizni ichki tomonidan ko'rsatamiz, xudo xolasa. Ichki tomon ko'rinishi. Obyektimiz to'liq bitmagan, yevro remontlari bo'lib qoldi, xudo xolasa. Ichlarni ham, daborlarni ham, tepalarni ham koronalar bilan ishlaganmiz, xudo xolasa. Bu 2 qanotli varianti. Bir qanotli eshiklarimiz 90 ga 258. 2 qanotli eshigimiz 258 ga 158. 4 qanotli eshigimiz 210 ga 258. MDF Eshivron Farg'ona gruppasi uchun maxsus.